Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunni diqqatingizga sunamiz. 19 yanvar kuni Amerika hukumatining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini rasmiy e'tirof qilganligining 3 yillik xotira kuni. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston surgundi hukumati xalqarodagi davlatlarni Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun amaliy harakat qo'llanishga, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashga chaqiriq qilish maqsadida Sharq Turkistonlik qarindoshlarni namoyish qilishga da'vat qiladi. Tuanda Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandining chaqiriqini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammalarningki mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugungi so'zlab qilishimning sababi bizningki oldimizdagi juma kuni, ya'ni 19 yanvar Sharq Turkiston irqiy qirg'inchiligininki e'tirof qilganligini xotirlash kuni. Namoyishniki o'rni o'zgarib qoldi. Aslida biz Amerika parlamentining oldida namoyish qilmoqchi edik. Lekin 19 yanvarda u yerda boshqalar, ya'ni yomon cho'ng bir boshqa xalqlar, boshqa bizning kishimizga hech bir munosabat yo'q. Cho'ng bir namoyishni qildigan bo'libdi. Shuning bilan u yerda bizningki hamma ashada necha ming odam qaplab oldigan bo'libdi. Shuning bilan bizningki u yerda namoyish qilishimiz, ovozimizni chiqara olishimiz notayin deb turdi. Shuningga biz o'rinni shu Amerika tashqi ishlar ministrligining oldiga o'zgartib qo'ydik. Yana shu o'xshash vaqtda bo'ladi, soat 2:30 dan 4gacha. U kuni sal sovuqroq bo'ldi. Shuning uchun chiqadigan qarindoshlarni shu siqroq kiyinib, shu 2:30gacha, ya'ni 2dan 15gacha ashada bo'lib bo'lsanglar, bo'lib bo'lishinglarni talab qilamiz va men videoni boshqa qarindoshlarga taqib qo'yishinglarni, shu Washington DC atrofidagi chiqalaydigan qarindoshlarga iloji bor vaqtinglar bo'lsa chiqishinglarni umid qilamiz. İnşallah şu aldığımızdaki cuma günü, yani 19 yanvarda saat 2:30dan 4gacha, yani Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldida namoyishimizni qilamiz. Shu yerda hammalar bilan ko'rishish nasib bo'lsin. Assalomu alaykum. Türkiye Ziraat Bankası Xitoy Export-Import Bankasından $500 milyon qarz olgan. İqtisodshunoslarning Xitoyning kengayimchilik siyosati deb atagan qarz to'siqi Turkiyada kundan-kunga ortmoqda. Anadolu agentligining 8 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Turkiya Ziraat Bankası Xitoy bilan o'zaro tashqi savdoni rivojlantirish uchun boylik xilma-xilligi strategiyasi ostida $400 milyon va $700 milyon yuan, ya'ni $98 milyon 3 yillik ikki turkumdan tarkib topgan bir qarz kelishimini imzolagan. Ziraat Bankası buningga munosabatlik bayonotida Ziraat Bankasının baylıqning ko'p xilligini oshirish va omonat sirti, o'rta va uzun muddatlik bayliqni oshirish strategiyasiga asosan Xitoy bilan o'zaro tashqi savdoni taraqqiy qildirish uchun qarz kelishimi imzolaganligini o'rtaga qo'ygan bo'lib, bankimiz yerlik pul transportini o'z ichiga olgan qarz kelishimidan erishgan mablag' bilan davlatimizning iqtisodiy taraqqiyotida oldingi qatorda turadigan barliq sohalarga bo'libmi eksport qilg'uchilarimizga davomli tuhfa qo'shadi va iqtisodiy qimmat yaratadi. Bankimiz xalqaro pul muomala aparatlari bilan davomli yaqindan hamkorlashadi. Tashqi mablag' yurishtirish, cho'nqurlashtirish va ko'p xillashtirish strategiyasini davomli yo'lga qo'ydi deyilgan. Bayonotda qarzning tannaqiga oid hech qanday uchur berilmagan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi buningga ijtimoiy axborot supisi X'da inkas qaytirib, Xitoy Turkiya Ziraat Bankasiga $500 milyon qarz bergan. Türkiye bu $500 milyon bedeliga Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarata sukut qiladi dedi. Sharq Turkistonning Altay viloyatida qattiq qor yog'ganlikdan qor ko'chishi hodisasi yuz bergan. Hindiston vaqti xabar torining 16 yanvar kunidagi xabarda aytilishicha, tajovuzchi Xitoy hukumat davlat taratqullarining xabariga qaraganda, Sharq Turkistonning Altay viloyatida qattiq qor yog'ganlikdan qor ko'chishi hodisasi yuz bergan. Natijada yo'llar to'silib qolgan.
16 yanvar seyşembe kuni Altay viloyatiga kelgan sayohatchilar harbiy tikuchar aeroplani orqali tarqoqlashtirilgan. Yaqinqi bir necha hafta jarayonida qor ko'chkinida 1000 dan ortiq odam qapsilib qolgan. Yaralanganlar harbiy tikuchar bilan elib ketilgan. Yemeklik va yiqilg'i qatorliq materiallar rayonga elib kelingan. Qor ko'chkini 350 kilometr yo'lga ta'sir qilgan. Altayning Ximi yezisiga tutishadigan yo'l dal-daraxt bilan qoplangan tog' bag'ri yo'li bo'lg'achqa, yo'l tozalash xizmati to'salg'iga uchragan. Altay viloyati qor teyilish manzili deb atalgan bo'lib, 1-oyning 5-dan boshlab qattiq qorning ta'siriga uchragan. Shanba kuniga qadar kam degandimi 31 qatim qor ko'chish voqeasi yuz bergan. Ximi kentiga joylashgan Qonas tabiiy manzara rayonidagi katiboshlar davomlashayotgan favqulodda havo rayi sababidan bu rayonning kam degandimi 20 yanvargacha taqildiganligini aytgan. Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlari ijroiya komiteti 15 yanvar kuni ijtimoiy axborot suhbati X'da, ya'ni burunqi atalishi bo'yicha Twitter hisobida chaqiriq e'lon qilib, tajovuzchi, irqiy qirg'inchilikchi Xitoy hukumatidan ko'rlilik tutqunlardan 78 yoshli Xalchim Pazilni qo'yib berishga chaqirgan. Erkin Osiyo radiosining 16 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, 2022 yil 1-oyda Erkin Osiyo radiosining muxbirining ko'rlidagi aloqador organlarga qarata elib borgan aniqlashida 78 yoshli Xalcham Pazilning Xitoy tajovuzchi hukumati tarafidan jamoat tartibini qalaymaqon qilish bilan ayblanib, 17 yillik kesib uning Sanji ayollar turmusida jazo muddatini o'tayotganligi dalillangan. Ma'lum bo'lishicha, ayni vaqtda bir oiladan Xalcham Pazilni o'z ichiga olgan 5 ayolga og'ir jazo berilgan. Sotning hukmnomasida milliy kamsitishga qudratli qilish, to'plashib jamoat tartibini buzish degandek o'rinsiz ayblashlar bilan ayblangan. Buning sababi vaztablikqa qatnashish va so'rin hozirlab berish ekan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komiteti ijtimoiy axborot suhbati X'da e'lon qilgan chaqiriqda Xalcham Pazil oila a'zolari bilan yig'ilib, oila turmushi va islom haqida suhbat olib borganlik uchun qamoqqa hukm qilingan. 17 yilni tugatib chiqsa 92 yoshga kirdi. Xitoy Xalq Cumhuriyatiga diniy e'tiqodi va millati sababidan tutqun qilingan barliq Uyg'urlarni qo'yib berish uchun besim qilinishi kerak deyilgan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining bu chaqiriqi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashi 23 yanvardan boshlab Xitoy kishilik huquq xotirasini qarorlik ko'rib chiqadigan bir paytda e'lon qilingan. Sanji ayollar turmusidagi xodimlarning Erkin Osiyo radiosining muxbiriga oshkorlashicha, navbatda Xalcham Pazil Sanji ayollar turmusining 4-atrida jazo muddatini o'tamoqda ekan. Voqeadan xabardor bo'lganlarning muxbiriga bildirishicha, 7 farzandning onasi bo'lgan Xalcham Pazilning 2015 yoki 2016 yillari Turkiyaga kelganligi va Makkaga berib haj qilib qaytganligi ma'lum. Vatan ozodligi yo'lida dushmanga o'rtaq qarshi turishning hamdamchilik va kuchni birlashtirishning irqiy ayrimisi, sinfiy tavasi bo'lmaydi. Partiya yoki tashkilot ayrimisi texmi bo'lmaydi. Insoniyat tarixining siyosiy harakat tajribalarining o'rtaq yakuni shu. Jang shiddatlanganda saflar birlikka keladi. Dushmanning yaqisiga qo'l uzatqidek hali yo'q chog'da o'stangdan irqlarga bo'lib tashlangan aqarsuvdek iqimdan iqimlarga ajrab bo'linib va ko'payib mangdiq. Farqli shuarlar ostida maydonga kelgan tashkilotchilik modisi hujayra misoli qo'ldab keldi va bu orqali goh to'qinish, goh raqiblashish, goh hamkorlashish shaklida ko'p xillashishga va farqli shuarlar orqali vatan millatning ovozi bo'layotganligimizni ifodalashga tutindik. Nima uchun? Chunki vaziyat sharoit shuni taqozo qildi. Chunki dushman kuchlik, tarqalib harakat qilish zarur bo'ldi. Chunki birimizning yo'li taqalsa, yana birimizning ochilgan yo'li orqali kurashni to'xtatib qo'ymaslik kerak bo'ladi. Chunki dushman razil. Birimiz yiqilsak, yana birimiz darhol qaddini tiklab, lapildayotgan bayroqni yanama egiz ko'taradigan, dushmanning g'alaba tushini barbod qilishga yaraydigan vatan o'g'lonlarining tugab qolmaydiganligini ko'rsatib turish kerak. Bularni nazarga oldik. Bu ko'payish va turkumlashning dushmanning yaqisiga qo'l uzatib qolmay yana sansizlagan qo'llarning tegish qilishiga fursat yaratish uchunligini vaqti kelganda birla chaqiriq bilan taraf-tarafdan chiqib dushmanni bo'g'ishga yaraydigan afzallik ekanligini. Aksicha uning ishqa oshmaslik uchun ko'payish va turkumlashning dushmanning istaklariga moslashadigan, ularning uyqusini aromida qilishga yaraydigan eshindi kuchlarga aylanib qolishiga yo'l qo'yilsa bo'lmaydiganligini nazarga ilib ketmadik. Burhan Muhammadning aktiv mazlumlik va passiv siyosatvozlik nomli maqolasidan ilindi.
Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.